Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaldi Suyuti rahmetullahi aleyhinki Halifeler Tarihi namlı kitabındaki dersimizdeki devamında bugün Ömer ibn Hattab'nınki zamanında yüz bergen vakaliklerini tanıştırıp gelip Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu Hicriyenin 17. yılı Abbas radıyallahu anhu'ni vasıt qilib turib yağmur talep qilgan dedi. Hem de bu Hicaz zeminde Arap yerim arlıda bir qahatçilik yüz berip, hatta bu yılni bir ocağıcılık yeri deb atalgan. Sebebi yağmur yok, su yok, ziraatlar bulmagan, kuygan, ulaglar ölgen. Hatta şu Mekke Medine'deki nurgun kişiler ocağıcılıktan ölüp ketken avvallar bolgan. Şuna Ömer radıyallahu anhu, Abbas radıyallahu anhu'ni elip çıkıp mı şu namaz okuyduğun çoğun sahnege meydanga Abbas radıyallahu anhu bilen Allah Teala'dan yağmur talep kılıp namaz okugan. İbn Sa'd'ninki tabaqatda Niyarul Aslami degan kişiden rivayet kılınışça Ömer radıyallahu anhu yağmur talep kılış namazga çıkkan vaqtida uchusida Peygamber sallallohu alayhi vasallamninki şu hayatida kiygan tonini kiyip çıkkan edi dedi. Tehminayeti mübarek, tevarik buluşunu izlep çıkan buluş ihtimal. Şunaqla hem de İbn Abi Avun'dan rivayet kılınışça, bu bir ravilarniki biri. Ömer radıyallahu anhu hatta şu Abbas'ınki kolunu tutup, Abbas'ın kolunu kötürep mundaq degan. Ey Allah, biz sana peygamberinin tağı söylen şefaat talep kılıvatımız. Bu peygamberinin tağısının yani hakkı hürmeti bilen bizge bir yağmur bergen, biz yağmur düşürüp bergen dep iltica qilganda bizden bu qurg'atchilikni ko'tarib etgan ey Allah, bizni yağmur bilen sug'agin ey Allah deb mushtaq duo qilgan. Hatta ular şu qadimidan ayrılmaylar şu namaz o'qigan joyidan hatta yağmur yig'ib ketgan deydi. Osmondan nechikin arqa mol yağmur tushgan edi deb shundaq deydi. Bu Hicriye 17. yılı Medine yüz bergen meşhur tarihi vaqaliklarniki biri. Shundaqla Hicriye 17. yılının özüde Ahvaz sulhi jihatdan fatih qilingan. 16. yılda mı fatih qilinganligini degan. Belki ma'lum qismi 16'da, ma'lum qismi 17'de fatih qilingan bo'lishi mumkin. Ahvaz bugungi ama şu İran territoriyasi ichidagi Arabiston diyarı. Bu yerda Arablar yaşaydı. Arablar bu yerda Osmanlık, Kurtlarga, Azerlarga, Türkmenlar başkalarga nisbatan elib etgan vaqtida bu yerdagi Arablarniki ko'p qismi Şia aqidasida. Burun Sunni bo'lsa-mu, ma'lum besimlar tufaylidan Şia aqidasiga o'tkazib ketgan. Endi Hicriye 18. yılga kelgan vaqtida Ömer'ninki bu davrlarda Junday Sabur degan jut fatih qilingan. Bu mu qilmish Ahvaz, yani Arabistondagi bir noilari. Bugungi kunda bu nihoyatda mashhur tarixiy o'rinlarniki biri. Bu sulhlar fatih qilingan. Demak bir shaharlar fatih qilingan vaqtida taqsimotga bo'linib, qadam-qadam tadrijiy holatda fatih qilingan. Endi Holvan bu vaqtda Hicriyenin 18. yılı mecburi yo'lini fatih qilingan. Holvan ne degan vaqtida Holvan Misrniki şu Qayraga yaqin bir shaharlarniki biri. Hicriye 18. yılda yani meşhur Emvas degan bir vabo kesel taqilgan. Bu vabo keselda nurg'un sahobalar o'lib ketgan, jumladan Muaz ibn Jabal, Abdurrahman ibn Avf qatorliq meşhur sahobalar o'lib ketgan. Hamda Hicriye 18. yılda yani fatih qilingan o'rinlardan Ruha degan nadirqim şu Türkiye'niki, şu Anadolu diyardaki Şalli Urfa degan o'rinlar. Şu Sumaysat deymiz. Bular mecburi yo'lini fatih qilingan. Sumaysat mı bugungi kundagi şu Samsat degan o'rinlar. Ayni vaqtida bular şu Rimlarniki zimillari, Ermenilarniki jutlari. Bu mu Ömer radıyallahu anhu'niki davrida zamonida fatih qilingan. Harran, Nasibin, yani şu Cezir'nin bir kısmı Cezir degan şu Furat daryosi bilan Dejli daryosi orasidagi rayonlarni Jazira orol deb oladi. Bu shu rayonlarda bu bugungi kunda ma'lum bir qismi Iroqning tavalligida
Köp kısmı şu Suriye tevelikte. Şu urullamı Ömer radıyallahu anh'unki devirde Hicriye 18. yılı fetih kılıngan. Bazı rivayetlerde bu Suriye arkalık fetih kılıngan mı deyilipti. Mesela Mevsil'in atrafındaki bugünkü Mevsil ülkesi Irak'taki meşhur şehir. Bu Saddam Hüseyin'inki şehri buldu. Tikir etmiş taraflar. Muş orullarımı mecbur uyusunda fetih kılıngan deydi. Yani Hicriye 18. yılda. Hem biz Hicriye 19. yılda vaqtında vaqalar yüz bergen degan vaqtda Qaysariya vilayeti mecbur uyusunda fetih kılıngan. Qaysariya ne degan vaqtda? Bu Türkiye'ninki Qaysariya şehri bulması mümkün ekan. Bu hozirgi İsrailiya kontrolligidagi Hayfaga yaqin joylar. Bu ham ayni vaqtida cho'ng qadimiy shahar bo'lgan. Bu Rimliklarninki eng mashhur qadimiy şehirdir. Bu o'rinni Hicriye 19. yılı fetih qilinib kelgan. Hamda Hicriye 20. yılı kelgan vaqtida Misr umum asosan fetih qilingan. Misrning hammasi Suli orqali fetih qilingan debdi, ba'zilar majburiy yo'sinda fetih qilingan debdi. Lekin Iskandariya ülkesi shahri majburiy yo'sinda fetih qilinganligi haqida ulamolar asosan bir deylik. Hatta Ali ibn Rabah degan olim Mag'ribning hammasi majburiy yo'sinda fetih qilingan deydi. Mag'rib bugungi kunda Mag'rib davlatini, Marokash davlatini maqsad qilmasdan shu Libya'nınki bir kısmı, Libya, onun kendinden Algeriya, Tunis, Katarlık, Moritanya, şu Katarlık yani aynı vakitte Maghrib-ül Arabi de patlaydı. Maghrib de patlaydı. Bugünkü de Maghrib-ül Arabi deydi, lekin burun Maghrib de patlaydı. O vakitte Arap tili taqalmaganda. Hicriye 20. yılda yani Tostur şehrimi, rayonunu fetih kılgan. Tostur deganmi, İran'da bugünkü de. İran'daki şu Xuzistan, Arabistan'a yakın joylari. Hicriye 20. yılı Rum'ninki büyük padişahı İmparator Qaysar o'lgan deydi. Hicriye 20. yılı Ömer radıyallahu anhu Xaybardan, Najrandan bütün Yahudilarni qo'llab chiqargan. Çünkü bular xiyonat qilgan. To'xtamga rioya qilmagan. Shuni bilan bu Xaybardan, Najrandan haydab chiqargan. Xaybar shu Madinaga 170 kilometr ijrolikdagi 170-160 ve etrafında kilometr. Bu qadimiy cho'ng shahar bo'lgan. Hozir qadar shu shaharniki izni alır. Rasululloh davridagi shu nimalar qurilishlar hozir qadar bor. İnşallah bu yerni bir rahmatdan ziyorat qilamiz. Bu yerdan Yahudlarni qo'g'lab chiqargan. Ondan Najran degan hozirgi o'sha Yamanga chegara rayon. Bu yerda eng qadimiy dinlarniki izi qolgan Yahudi dini, Hristiyan diniki izlari bor. Hatta Qur'on Karimda Sur Burujda o'sha Najran voqeasi tilg'ilingan. Bu yerdagi Yahudilarni haydab chiqargan. Endi Afg'onistonda Xaybar degan bir yurt bor, lekin balki shu Xaybardan chiqayotgan Yahudilarniki nomi bilan atalgan bo'lishi mumkin. Chunki shu Xaybarda, Afg'onistondagi Xaybardami nurg'un Yahudilar yashagan. Shuni bilan Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Xaybar va Vodil Qur'oni musulmonlarga taqsimot qilib bo'lib bergan. Vodil Qura bugungi Madinaga 300 kilometr jiroqlikdagi Ula noyisi. Bu meşhur nayet qo'm chiqadigan, nayet bog'voralliq bir yurt. Tarixdan buyon shundoq shu Arab yarim orlini asosan qo'mi bilan Shomni qo'mi bilan ta'minlaydigan yurt tarixdan buyon. Hamda 21. yılı Hicriyaniki Iskandariya shahri majburiy yo'sinda fetih qilingan. Nahavand shahrimi majburiy yo'sinda fetih qilingan. Nahavand bugungi kunda nerede joylashgan deganda şu İran'daki şu Hamadan ülkesiga dair bir urullarniki biri. Ondan başka Ecemlerdeki veya toplanışı ve gepi bir yerde çıkmagan. Yani Ecemler dediğimiz Farislarniki veya mevcutluğu şu yo'qolgan Hicriye 21. yılı. Nahavand şu urullarda şu Fars zemin tarafında. Anda Barqa ve Barqa'nın atrafındaki zeminlarni Hicriye 21. yıl fetih qilingan. Barqa bugungi kundagi Libiya shu. Bugungi hozirgi Libiya davlati Barqa deb atalgan ayni vaqtida.
Hicriye 22-yılga kelgan vaqtida Azerbaycan mecburi yursunda bazı rivoyatlarda Suli bilan fath qilingan debdi. Dinavar degan shaharmi mecburi yursunda fath qilingan. Şimdi Dinavar, Mahsandan degan, Amazon degan o'rinlar bu Farisniki shaharlari, Ironda bugungi kunda bu yer mecburi yursunda fath qilingan. Mag'ribning Tarablus, bu Tarablus bugungi shu Libiyadagi Tarablus o'lkalari. Bu Hijriye 22-yil fath qilingan. Rey, Tehran mesela. Askar degani shu nimedagi Misrdagi bir shahar. Qoyalarga yaqin kelgan. Qo'mis deymiz. Bu shu Hijriye 22-yil fath qilingan. Qo'mis degan shaharmi shu bugungi Iron bilan Xurason, qadimgi Iron bilan Xurosonniki orasini ayirib turadigan. Ya'ni bir tarafi Xurason tava, bir tarafi shu Farislar tava. İran'a tabi. Bu bugün günde İran'ın içinde adır bir gün Damgan diye vilayet şu. Şu vilayet mi Hicriye 22 yıla Ömer radıyallahu anh'ın zamanında fethi kılınan. Hicriye 23 yıllık gelgen vaxtıda Kerman, Sejistan, Mekran bu mutağlık şehirler bu bugün günde İran'da mesela Esbahan İran'ınki cennetleri. Şu taraflar Hicriye 23 yıla fethi kılınan. Hem de Hicriye 23 yılındaki ahırda Ömer ibn Hattab Hicr'den qaytib kelib şehitlik makamına erişken, yani ölüp ketgende. Said ibn Musayyibniki deyişçe Ömer radıyallahu anh'ın minadan düşüp Ebdah degan o'rinda tugusini cho'qilandı deydi. Anda shunda keyinchilab yetib, qo'lini osmonga ko'tarib mundaq degan. Ey Allah, mening yishim cho'ngib qoldi. Kuchim ojizlab keldi. Mening puhralarim tarafga kengayib ketdi, taraldi. Meni bek zoyam qilib etmay, meni bekmi tashlab etmay, bir jinimni og'in deb shunday qildi. Zulhijja chiketmay turiblam o'ltirilgan. Buni Imom Hakim rivoyat qilgan deydi. Demek Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu o'zing balduroq ketishini talab qilganda bu duolarni. Abu Salih as-Siman degan olimniki rivoyat qilinishicha, Ka'b ibn Ahbar Ömer radıyallahu anhu shunday degan ekan. Ka'b ibn Ahbar Yahudi olimlarining biridir. Men seni Tevratda şehit öldürüldüğünü bilettim. Açta bir ma'lumot bor Tevratda. Degandikin Ömer radıyallahu anhu men bu Arab yerim orlada tursam menga şehitlik niyat turibdi. Men ya jihad qatnashmasam deb shunday javob bergan ekan. Aslam degan Ömer ibn Hattabniki xizmatchisidan deyishcha Ömer radıyallahu anhu davomli duo qilgan vaqtida ey Allah meni sening yo'lingda o'lib ketgan shehitlik maqomiga yetkazgin ya Allohim. Mening o'limimni payg'ambaringning shaharda qilgin deb duo qilarkan. Demak bu hadisni Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Bu duosi Alloh taoloninki iltifotiga erishgan. Alloh yo'lida shahid qilindi. Resulullah'ın shahrida, Resulullah'ın huzur muborakda dafn qilindi. Bir insonning Allohga yaraydigan bir sir amallari bo'lib qolgan vaqtida Allah bu sirga qarta Alloh taolo bu insonning duosini ijobat qilgan avvallo bo'ldi. Adik sir nima degan vaqtida Allohga yarag'an bir samimiyat bo'lsa insonda, shu sirning barakati tufaylidan Alloh taolo bir qism insonlarni o'zining duosining barakati bilan arzu armonlarga yetkazdi. Ma'dan ibn Abi Talhaning deyishicha Ömer radıyallahu anhu xutba o'qib mundaq degan deydi. Men bir tush ko'rdim, bir xo'roz meni bir ikki qatim noqovatdi. Men shuni qarab, uning ajlim yaqinlab qoldimki deb o'ylayman, deb shunday degan. Undaqda bir qism kishilar men xalif saylab qo'yishimni, o'rinbosar tiklab qo'yishimni o'tinyapti, da'vatidi. Alloh taolo o'zining dinini ne bu İslam'ın bu hilafetini Allah yo'qotmaydi, zoya qilmaydi. Eğer men ölüp ketib qalsam, bu xilafet mush oltaylarniki orasida maslahat bilan bo'ldi. Mush oltaylar bekitgani shu xalifa bo'ladi. Bu oltaylardan bo'lsa Payg'ambar alayhisolatu vasallam memnun, xushal holatda dunyodan ketgan oltaylar bor dedi.
Bu altaylarning hammasi asosan Quraysh qabilasidan. Peygamber sallallohu alayhi vasallamga yaqin, tug'an, yaqin o'tgan mashhur sahobalardan, masalan, Rasulullohning o'g'li Osmon ibn Affon, Ali ibn Abu Talib, Zubayr ibn Avvam, Sa'd ibn Abi Waqqas, Talhat ibn Ubaydullah, Abdurrahman ibn Avf qatorliq shu 6 sahoba. Ömür ibn Xattob ne bolasini, ne o'zining jamoatini, ne tutqunni saylab qo'ygan emas, ne uni hatto bu nomzod qilib ko'rsatgan. Buning hech qaysi Ömür ibn Xattobniki bevosita tuqqandirilmaydi. Hatta o'g'li Abdullah ibn Umarni nomzodlik ko'rsatmay, bu nomzod bo'lolmaydi. Faqat oltaylarning ichiga sirtdan kirib, nazorat shaklida qatnasha oladi deb urug' tuqqanlarni buni elib tashlagan. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.